Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Ona yurt fidoyilari loyihamizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz jadidchilikning otasi Mahmudxo'ja Behbudiy haqida. Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yilda Samarqandda tug'ilgan. U o'z davrida xalqni ilm-ma'rifatga chorlagan, yangi usul maktablarini ochgan va darsliklar yaratgan. Behbudiy o'zbek dramaturgiyasining ilk asari Padarkush dramasini yozgan. Gazeta va jurnallar chiqarishda ham faol ishtirok etgan. Shuning uchun ham uni jadidchilik harakatining otasi deb atashadi. U nafaqat maktab va kitoblar, balki o'z chiqishlari bilan ham xalqni uyg'otishga harakat qilgan. Uning asosiy maqsadi jaholatni yengib, ilm-ma'rifatni yoyish edi. 1908-yili Markaziy Osiyodagi birinchi zamonaviy kutubxonani tashkil qiladi. Behbudiy 1918-yilda o'zbek tilini davlat tili sifatida tasdiqlash bo'yicha Chor hukumatiga murojaat qilgan. Xitoy va turk adabiyotlarining mashhur asarlarini o'zbekchalashtirib, milliy matbuotda e'lon qilgan. G'oyaviy isyonlari sabab hukumatning ta'qibiga uchragan. 1919-yil bahorida qo'lga olinib, Said Olimxonning farmoni bilan Qarshida vahshiylarcha o'ldirilgan.